Kanalga assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda biz po'chalog'imizga mo'ljalashni o'rganamiz. Qani ketdi. Birinchi o'rinda Play Marketga kirib olamiz va Zarchiver mana chiqdi. Zarchiverdagi ilova. Mana shu ilovani yuklab olishlaringiz kerak. Mana shu ilovani va sizlar yuklab olgandan so'ng kirasizlar va downloadda o'zingizga kerakli modni olib olgan bo'lsangiz, masalan menga mana shu mod kerak. Nusxalamoqni bosamiz. Androidda va ham ko'pincha pastda bo'ladi. Poza launcher papkasiga kiramiz va mana shu yerda files bosamiz va Minecraft bosamiz va bu yerda mana bu yerda modus turgan bo'ladi. Modus papkasiga tashlab qo'yamiz. Mana endi bu yerda bor, lekin bizga mana bu mod kerakmaydi. Uni hozir yo'qotib yuboramiz. Mana shuncha modlarim bor va sizga modlarni qayerdan yuklashni o'rgataman. Va Google Chrome'ga kirib olamiz. Va bu yerdan xohlagan o'zingizga kerakli, masalan menga Coms Alibi Minecraft Coms Alibi mana o'zingizga kerakli versiyani yozamiz oxirida va birinchi papkasiga kirasizlar. Birinchiga va mana shunday qiladi mana Coms Alibi bizga kerakli mod va u mod mana shunday ekan. Mana shunday ekan bu mod. Va mana shu yerda o'zimizga kerakli versiyani tanlab olamiz. Shuncha versiya bor, lekin menga kerakmaydi. Bu yerda ham bor. Hamma yerda bor do'stlar. Yana masalan Fortnite mod. 12 versiya mod. Mana bu yerda birinchi papkasiga kirasizlar va mana shu yerda men buni yuklab olganman 12 versiyani. Mana oxirida ikkinchi turgan mana shuni bossanglar, mana bosamiz va bossanglar mana shu yerdan men yuklab olganim uchun shunday deyapti. Sizlar unday qilmaydi. Mana shunday chiqadi va bosasizlar va mana shunday bo'ladi. Tez olganim uchun ham shunday bo'ldi. Va biz Poza Launcherga kirib olamiz. Mana Poza Launcher. Hozir bu Play Marketda yo'q. Google Chrome'dan yuklab olishlaringiz mumkin. Google'ga kirib turib Poza Launcher deb yozasizlar va birinchi saytni bosasizlar va pastrog'iga eng pastga tushirsanglar mana shunday o'tirasizlar va mana shuni bosasizlar. Va bu yerda bosganlaringizdan so'ng bu nimada umuman versiya mana shunday qilib oladi. Va buni yo'qotib qo'yingiz. Nimaga desa bizda bor. Mana va mana shunday narsalar yuklab olganman men. Shunisi ham kiramiz. Qani ketdik. Va biz kirib ham oldik. Do'stlar, hozirroq like bosib obuna bo'linglar. Sizga yoqayotgan bo'lsa. Mana do'stlar kirib ham oldi. Sizlar uchun sekund oladi, lekin men 1 soat kutdim.
va mana bu yerda modus podcast bor. Mana modlarni ko'rsatib qo'yadi bu yerda. DVD modlar bor. Mana ko'p modlarim bor. Ikkita mod usta. Lekin uni usta ikkita mod o'zimga bo'ladi. Va men ikkita shaharim va bitta derevnyam bor. Qishlog'im. 13-qishloq. Shu qishloq judayam katta, ham shunga kiraman. Mana hozir ham shunga kiryapman do'stlar. Hozir tezroq kiradim bunga. Ko'rsam mana bo'ldi. Do'stlar, hozir ko'rsatamiz sizlarga modlarimni. Sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Va do'stlar hozir kiradi. 3 2 1. Mana do'stlar kirib ham oldi. Va bizlar do'stlar animatsiyali modni qo'shganidan tushmay qoldi. Uzr do'stlar. Telefonni deb bo'lyapti. Mana animatsiya. Hozir skinimni ko'rsataman. Skinlarni yechib tashlaylik. Skin bilan chiroyli kiradi. Mana yortashiman deydi-yu. Do'stlar, nima qilib tushasizlar desanglar, menda mana narsa bor, ismini bilmayman. Jetpack bor, jetpack. Bunasini yemsin. Mana do'stlar, uyda qaranglar, yerda o'raman deydi. Mana kompyuterda qaranglar, yerda piroveraman deydi. Belki shu taneti do'stlar. Biz o'zi mana shunday video chiqarib ko'rmayapman hali. Poda ulantir albatta bu. Mana eshik qaranglar, eshik ochilib ketdi. Yana yopib qo'yamiz, ochamiz. Shunday qilib o'ynab yuraveraman. Voy beni qisib qo'ydi. Qani eshik? Eshikani mana uni sindirib ham bo'lmaydi mana. Bedrock degan. Mana. O'rtasidan sarga chiqadi mana. Shunday. Chetlardan boshqacha. Mana. Hattoki mana bu miltiq ham lazer ham qilolmaydi. Mana bu ham. Hattoki mana bu ham. Do'stlar, hozir obuna bo'lib qo'yinglar mana bu mehnatlar uchun. Jetpack qaranglar, what the hell. Mana bu uylarni qaranglar do'stlar. Shunchalik mehnat ketgan bu uylar uchun. Mana bu yerda yana bitta uyim bor. Mana o'z ko'rsaman sizlarga. Juda qo'tyapgani uchun kechirasizlar. Mana bu yerda bu yerda shular bitta zo'r joydi. Ismini bilmayman lekin zo'r joy. Mana bu yerda sandiqlar bor.
Sanduqların içinde ise hiç nima yo'q. Bu yerda askarlar bor. Askarlarning uyi. Mana uni qo'yib qo'yamiz. Uni qo'yib qo'ysak chiqariladi. Askarlar paydo bo'ladi. Mana unda keladilar. Men bilan kurashadilar. Men bu yerda qasoskorman. Maga bu videolar bu modlarni video qilib chiqarmaysizlar desanglar cho'ta zo'rroq chiqargim keladi-da. Lekin menga kuchim yetmaydi. Qotyapti mana. Chiqaraymi, kommentga yozib ketinglar. Qotsayam. Ko'p obuna bo'lasizlarmi? Kuchayami endi shunda. Yoki kuchaymaymi? Shuni yozib ketsanglar, aytaman. Hammasini o'rgangan bo'lsanglar, hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar.